Washingtondagi surgunda Sharq Turkiston hukumati bilan Sharq Turkiston Milliy Uyg'onish harakati nomli ommaviy tashkilotlarga vakolatan bir guruh advokat xalqaro jazo sud mahkamasiga Xitoyning Sharq Turkistondagi bostirishlari sababli yuqori darajali Xitoy rahbarlarini tekshirish talab qilingan bir iltimosni sundi. Gollandiyaning Laxay shahriga joylashgan bu mahkamaga sunilgan murojaatnomada Uyg'ur va boshqa turkiy millatlarga qarshi yurgizilayotgan irqiy qirg'inchilik va insoniyatga qarshi jinoyatlar sababli Xitoy davlat raisi Shi Jinpingni o'z ichiga olgan yuqori darajali Xitoy amaldorlarini tekshirish talab qilingan. Angliyalik advokat Rodney Jackson boshchiligidagi advokatlar sungan murojaatnomada Sharq Turkistondagi Uyg'ur, Qozoq, Qirg'iz va boshqa turkiy xalqlarga qartilgan jinoyatlar tuvandikicha qirg'inchilik, jazo lageri, qiyin qistoqlar, g'oyib bo'lganlar, majburiy tug'ut cheklash va tug'mas qilib etish, bolalarni oilasidan ayirish va ularni Xitoyning davlat yetim yesirlar maktabi va yotoqliq maktablarga yo'tkash, Uyg'ur va boshqa turk tillarining maktablarda ishlatilishini yo'qotish urinishlari, Uyg'ur va boshqa turk xalqlariga nazorat qilishni kuchaytirish, diniy hayotga qarshi bostirishlar va organ savdosi. Türkiye'nin sobiq bosh ministri va hozirgi Kelajak partiyasining raisi Ahmad Davuto'g'li o'z partiyasining haftalik axborot e'lon qilish yig'inida hukumatning diplomatiya siyosati va Uyg'urlarning ziyonkashlikka uchirganligi to'g'risida to'xtaldi. Davuto'g'li Turkiya hukumatiga xitob qilib, 21-asrdagi bugungi dunyoda Sharq Turkistonliklarni jazo lageriga qamagan nurg'un xalqaro organlar o'ttirg'i qo'ygandek, ularga irqiy qirg'inchilik ilib borgan, ming bir zulmlar bilan ularning musulmoncha yashashiga to'salg'i bo'ladigan Xitoyga qaratgan siyosatinglar nima? Turkiya Buyuk Millat Majlisi nemishqa dunyodagi nurg'un parlamentlarga o'xshash bu jinoyatlarga qarta kuchlik ayblashni e'lon qilmaydi dedi. Davuto'g'li hukumatga chaqiriq qilib mundaq dedi. Cumhur raisining ay Xitoy, sen 21-asrdagi jazo lagerlari bilan insoniyatga qarshi jinoyat sodir qilyapsan deyishni nima to'sidi? Tashqi ishlar ministerligining Xitoy bosh elchisini chaqirtib, uningdan Xitoyning Uyg'urlarga qaratgan jinoiy qilmishlarini tushuntirishni talab qilishga nima to'salg'i bo'ladi? Turkiya boshqa xalqaro tashkilotlar, bo'libmi Islom hamkorlik tashkiloti bilan Uyg'urlar masalasini muzokara qilish uchun bir yig'in ichish chaqirig'i qilmaydi. Hukumat nima deb tekshirish uchun Sharq Turkistonga vakillar umiga avatmaydi? Bloomberg agentligining xabariga qaraganda, Amerika tashqi ishlar ministri Mike Pompeo Xitoyga qaratgan tadbirlarning intayin qattiq bo'ladiganligini ogohlantirgan. U Oqsaroyning Xitoy bilan bo'lgan munosabatining davomli nacharlashishiga ergishib, Sharq Turkistonda sodir qilingan kishilik huquq dafsandichiligi bilan munosabatli Xitoy amaldorlarini jazolashning Amerika hukumatining kun tartibidagi eng ta'xirsiz masalalarning biriga aylanganligini aytgan. Fox Story'ning xabarida ministr Pompeoning Uyg'ur qonuni rasmiy qonunga aylandi. Huquq daxl tarz qilishning hisobi so'riladi deganligi Amerika Xitoy munosabatining Xitoy hukumatining Hong Kongdagi demokratiyaga qaratgan besim siyosati bilan keskinlashganligi, Amerikaning Xitoyga qarata ba'zi qattiq tadbirlarni yo'lga qo'yishga tayyorlik qilayotganligini ta'kidladi. Xitoyning Hong Kong alayida ma'muriy rayonida yerlik hukumat Xitoy davlat bexatarlik qonuniga asosan saqchilarning oilaga kirish va sudning ruxsatisiz to'r bilan ta'minlaguvchilarga aralashish qatorliq yangi huquqlarning berilganligini e'lon qildi. Hong Kong yerlik hukumatining rasmiy gazetlarida e'lon qilingan yangi bexatarlik qonunining qo'shimcha maqolalariga asoslanganda, saqchilar favqulodda ahvolda sudning ruxsatisiz uy yoqtira oladi. Saqchilar yana tekshirish jarayonida kishilarning shahardan ayrilishini cheklayalaydi. Hamda yangi bexatarlik qonunida jinoyat shakllantiradigan aksiya va uy mulklarni musodir qila oladi. Dünya miqyosida Xitoy virusiga qarshi kurash davomlashayotgan bir vaqtda Xitoy yangi bir yuqumga yo'l etishi mumkin bo'lgan qor vabo bayqaganligi o'ttirg'i chiqdi. Egilishicha, ikki Mo'ng'ulning Bayanchur shahrida sahiya xodimlari 3-darajalik ogohlantirish signali chiqarib, bu kasalga sabab bo'ladigan ba'zi chashqana qatorliq yovvoyi hayvonlarni ovlashni va yeyishni cheklagan.
uningdan boshqa sababsiz qizib qolsa yoki boshqa kasallik alomati bayqalsa, kasal yoki o'lik bez chashqini uchirtib qolsa, darhol hukumatga xabar qilish chaqiriq qilingan. Bez chumasi qora vabo yoki qora o'lim deb ataladigan bo'lib, dastlabki alomatlar ko'rilganda darhol antibiotiklar bilan davolanmasa, 90% ahvolda o'limga yo'l ochadi. O'pka yallig'ini keltirib chiqaradigan qora vabo o'pka yallig'lanish, nafas siqilish, bosh og'rish va yo'talni keltirib chiqaradi.